Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kanalimiz muxlislari. Bugun shu gidroponikamiz uchun latok yasashni ko'rsatmoqchiman. Chunki bu eng zarur ashyolardan bittasi hisoblanadi. Mana shunaqa latok yasashni ko'rsatmoqchiman. Bunaqa latoklarim o'zi ko'p, lekin siz aziz muxlislarim uchun yana отдельный bir ko'rsatib yasab bermoqchiman. Buning uchun nimalar kerak? Avvalambor bizga bir tekis joy kerak. Men uyimda mana tennis stolimni tekis joyga qo'yib, keyin mana bunaqa lineyka kerak bo'ladi. Qalam, pichoq va oddiy mana Xitoy super kley. Mana hech qanaqa boshqacha kley emas. Bitta plastik bo'lak kerak. Sababi men buni tegi qo'ymasak, kesayotganimizda mana stolga o'tib ketmasligi uchun mana shuni kesish kerak bo'ladi. Endi eng yana asosiy narsa mana shu materialni o'zi. Bu materialni oti Fomex deyiladi. Fomex o'zi ko'pirtirilgan polivinil xlorid deyiladi. Bu o'ziga suv shimmaydi. Keyin bu hali issiq mijoz deydi-yu. Temirdan bunaqa yasasanglar, bu bug'doylar yaxshi unmaydi. Sovuq bo'lgan, sovuq tortadi temirlar, masalan, nerjaveyka. Bu sovuq tortmaydi. Bu mana 3 yildan beri ishlatyapman. Ozgina rangi ham o'zgargan, lekin mana tiq etmay ishlaydi. Xo'p, bu Fomex qayerdan olamiz? Bu OLXda bor. Buni 3 mm, 5 mm, 6, 7 mmliklari bo'ladi. Buni qalinligi 5 mmligini olamiz. Razmeri, общий razmeri standart bo'ladi. 1.22 ga 2.44 bo'ladi. Shundan 5 ta mana shunaqa latok chiqadi. Undan ko'p chiqmaydi. Ekonom qilaman deb o'ylamanglar. G'irt 5 ta chiqadi. Latogimizning razmeri mana ideal razmer. 35 ga 1 metr, balandligi 5 cm. Mashinga 1,5 kilodan 2 kilogacha demak, yo bug'doy, yo arpa, yo johari ekib o'stirishimiz mumkin. Demak, mana buni o'lchab olamiz. Birinchi ochibdi mana 35 cm. 35. Bu yerdan ham mana shu taxminan 70-80 lardan 35 qilib chizib olamiz. Keyin buni ulaymiz. Общий chiziqqa mana shu ikkita chizganimizga shundoq qo'yib 1 metr mana bo'ladi. Mana shu yerdan qo'ysak, mana shuni o'lchovimiz oxirigacha 1 metrlik o'lchov. Hop, demak, bismillah. Mana 1 metr bo'ldi. Chizib olamiz. Mana bo'ldi. Demak, mana bunaqa oddiy lezve pichoqni olamiz. Juda uzun qo'yarmaymiz-da. Mana shu lineykaga taqab 45 gradus qilib, ya'ni bu yoqqa og'masligi kerak. Perpendikulyar qilib, mana shunga yana qarab olib, qattiq ushlab turamiz-da. Botiramiz-da, kesamiz. Endi bu yog'iga kesamiz. Ya'ni men plastik qo'yib olamiz. Stolimizni jarohatlanmasligi uchun. Deb bunaqasiga kesib olamiz. Qattiqroq botiraveramiz. Sal botiribroq qilib, o'z sezasiz, tegidagi plastikka o'tayotganini g'irchillab turadi. Mana, g'irchillab turibdi. O'zi bu kesildi degani. Kesilmagan joylarini bundoq qo'rsa bo'ladi. Ana. Bo'ldi mana. 1 ga 35 bo'ldi. Endi mana bunaqa chetidagi lentalarni kesib olamiz. Hop, demak endi o'sha chetidagi lentalariga mana 5 cm, 10 cm. O'rtasidan ham bitta chizib qo'yamiz. Kontrolni adashib ketmasligi uchun 5, 10 va oxiriga yana mana 5, 10 qilib chizib qo'ydik. Endi bularni ulab, chiziqlarni hammasini lenta kesib olamiz. Bitta. Mana bu ikkinchisi.
Ya'ni bu latokni bortlari bo'ladi, uzun bortlari. Xo'sh, bundoq bo'lsa, mana. Uzun bortlari. Uzr. Tak, bu yog'i mana 1 metr o'lchaganmiz. Shunday qilib bilan tutashtirib qo'yamiz. Kesib olamiz. Yana lineykani qo'yib, tagida plastik tursin обязательно. Pichoqni kaltaroq qilamiz. To'g'ri ushiymiz, tekis ushiymiz, qo'rqmasdan lineykaga taqab kesamiz. Mana bitta. Ikkinchisi. Demak, mana lentalarni kesib olamiz. Uje mana bunday qilsa ham bo'ladi. Endi sal kengroq joylarini kesib olamiz. Tekisroq kesilishi uchun. Mana bitta lenta, mana ikkinchi lenta, mana ikkinchi bort. Ana, endi mana uzun bortlarni kesib oldik. Mana uzun bort. Xuddi shuna qilib ikkita chetidi, ya'ni buyodi va buyodi bortlarni kesib olamiz. Ya'ni bu mana shunday bo'lsa, xo'p, bular 5 cm 5 mm 5 mm qochirish kerak bo'ladi. Bu o'zi 35 edi. Demak, biz 34 qilib mana shunaqa lenta kesishimiz kerak. Bu yoqqa 34 cm, bu yoqqa 34. Shuni mana shu ikkita bortni ichiga tushish uchun 34 bo'lishi kerak. 35 kessangiz u tashqariga chiqib ketib qoladi. Xo'p, demak, mana kesib oldik. Endi mana bunaqa qiylab chiqadi. Bunda yurg'izamiz, ushab turamiz. Bitta yurg'izamiz, bitta ushaymiz. Mana bo'ldi, qotdi. Bu yog'ini tekislab turib, yaxshilab akkuratniy, mana 10 cm, 15 cm yurg'izamiz, ushab turamiz. Mana sal bosib turamiz. Juda oson jarayon. Faqat sal o'rganib olsa bo'ldi. Kley ko'p sovarmaylar, qo'lingizga yopishib qoladi, pastga oqib tushadi. Ko'chirish ham qiyin uni. Mana. Mana bir yog'i polni yopishdi. Xo'p, mana hurmatli muxlislar, tayyor yasab qo'ydik. Xudo xolasa mana mustahkam. Endi bunga hozir mana bu chetlarini, mana bortlarini sal ukrepit qilib qo'yishimiz kerak, chunki bo'sh joylari shot bo'ladi. Ya'ni ko'targanda u bu qimillatganda shot qirs etib ketishi mumkin. O'sha sal mustahkam qilib qo'yamiz, hozir ko'rsataman. Xo'p, mana hurmatli muxlislar, mana latogimiz tayyor, qattiq, ichiga suv solib tekshirib ko'rsanglar ham bo'ladi, hech qatidan o'tib ketmaydi. Mabodo o'tib ketgan taqdirda mo'shtiga ozgina superkleydan surib, qattiqroq bosib tursangiz bo'ldi, o'tmaydi. Bu latokka yana bitta narsa, mana masjidda bortiga taqab 4 ta teshib qo'yish kerak. Yo'da oqib kelayotgan suv mamutdan tushib ketishi uchun. Teshiklar razmeri 6, 7 yoki 8 mm gacha bo'lishi mumkin. Undan katta qilish kerak emas. 4 ta 1, 2, 3, 4. Bo'ldi. Shu bilan mana latogimiz tayyor. Mana shunaqadan nechta bo'lsa yasab olaverasizlar. Mana shu bitta listdan 5 ta mana shunaqa latog chiqadi. Rahmat e'tiboringiz uchun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.